Do'stlar, aka-ukalar, mana Moskvadan reyslar yo'lga chiqib ketyapti O'zbekistonga. Bittasi Navoiy nomerdagi, bittasi Buxoro nomerdagi avtobuslar. Kimga qiziq bo'lsa, ikkilana nomerlar bo'ladi. Avtobus to'lyapti почти. 60-70 kilogacha yuklar положено. Telefon qilib kelsanglar, bemalol olib ketamiz mana. Ekranga nomerlarni yozib qo'yamiz, tanlovda adashmasdan kela olasizlar. Aka-ukalar joylashib, xudo xolasa yo'lga chiqishni kutyapti. Dokument yo'qlardi. Yo'lda 5-4 ming rasxoti bo'ladi yo'l kiradan tashqari. Qiziqqan insonlar telefon qilinglar, kelinglar. Joylarni band qilib ketsanglar bo'laveradi. Ishonchli nomerlar ekranga qo'yamiz. Rossiyskiy O'zbekiston nomerlari bo'ladi. Nima gap aka? Hech gap yo'q. Aka ijorat bo'lar ekan. Mana kelyapti akalar. Bugungi reysimizga yo'lga chiqiladi, xudo xolasa. Primoy reyslar bilan ketsanglar bo'laveradi. Ikkita avtobus ketma-ket yo'lga chiqib ketadi. Nomerlarni yozib qo'yamiz, telefon qilib kela olasizlar. Mana bunisi ham O'zbekiston nomerdagi avtobuslar do'stlar. Tanlovda adashib qolmanglar, nomerlarni yozamiz. Eng ishonchli avtobus xizmatlari do'stlar.